Bismillahirrahmanirrahim. Sura Jasiye. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Hamim. Ha mim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitap g'olib, hikmat bilan ish qilg'uvchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. İnne fis semavati vel ardi laayatin lil mu'minin. Osmonlarda va zaminda mo'minlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Sizlarning yaratılışinglarda va Alloh zaminda tarqitilayotgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida Allohning bulutdan, ko'kdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rizqlantirib, o'lgan zaminni tirildirishida va shamollarning yuzlanishini o'zgartib turishida tushunadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Ani shular Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular, ya'ni Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? Vaylul likulli affakin athim. Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. Yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim. U Allohning oyatlarining o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turdi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrida chin turdi. Gumrohlikda texmi azvaylaydi. Uningga qattiq azob bilan xushxabar bergin. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. U bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chog'da, ya'ni uningga Qur'on oyatlari yetgan chog'da uni masxira qiladigan narsa qilib oladi. Ana shular xor qilg'uchi azobga do'char bo'ladi. Min waraihim jahannam va la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum azabun azim. Ularni oldida jahannam kutib turdi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bolalari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari, ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Hada huda
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Bu Kur'an onunğa işengen ve onunğa ergeşken kişiге kamil hidayettir. Perverdigarının ayetlerini inkar kılganlar en qattiq azapqa duchar bo'ladi. Allohul-lezî sahhara lekumul bahra litejriyal fulku fîhi bi'emrihi ve litabtagû min fadlihi ve leallekum teşkurûn. Allah'ның emri bilan dengizda kemilarning yurishi uchun sizlarning Allah'ның fazlidan talab qilishinglar uchun, ya'ni tijorat qilishinglar, beliq tutishinglar, dengiz ostidan uncha marvoyatlarni suzib elishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah osmonlardagi va zemindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Müminlerge aytqin ki, Allah her qavmning qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkizgan aziyatlarini kechirsin. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Kimki dünyada yaxshi ish qilsa, u o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, u o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Allah yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beradi. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Şek şübhesiz ki, biz İsrail evladıga kitabni, yani Tevratni, hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Ularga pak narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyinla ondan ular o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqardi. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ondan seni
biz ey Muhammad din ishida ro'shan bir yo'lni qildik. Shu yo'lga agashgin. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga agashmagin. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Şübihsizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qilolmaydi. Şübihsizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Allah taqvodorlarning do'stidir. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan pokitlardir. Hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi, ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Allah osmonlarni va zaminni haqlik bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إي محمد مانا نفس خواهشني إله قلب algan. Allah ozdurgan, haqni bilib turgan. Allah qo'liqini va qalbini pechatlayotgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Allah ozdurgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan vaz nasihat olmamsizlar? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ular, yani qiyomatni inkor qilguvchilar, hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'limiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pokiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, oti bovlarimizni keltirib beqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, Allah sizlarni tirildiradi. Ondan ajilinglar bitganda vafot qildiralaydi. Ondan shak shubhisiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta tirilishni inkor qildi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Her ümmetni qo'rqinchning qattiqligidan tizlangan holda ko'rasan. Her ümmet o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. İman etqan və yaxşı işlarni qilganlarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Bu ro'shan murodga yetishdir. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kafirlarga kelsak, ularni ayıplash yuzasidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nemi ishkanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chog'larida masxira qilgan azob ularni o'rib oladi. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
ularga deyiladi. Sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash. Bugun sizlarni unutuymiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchimi bo'lmaydi. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Bu şunun üçünki sizlar Allah'ның ayetlerini mesxiri qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Jimi hamdu sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori va olamlarning parvardigori Allohga xosdir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchi